Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan Rev qordagi vyijvaniyamizning ikkinchi qismiga xush kelibsizlar. Bu meni 6 yoki 7 kanalim bo'lishi mumkin. Men ertaga yana ikkita kanal ochmoqchiman va u yerda ikkita odam bilan vyijvaniya qilamiz. Kanalimiz Let's Go bolalar. Bolalar mana biza o'tgan safar masjidga joy tanlab olgandik. Bizga ko'proq qor kerak. Nimaga deb so'rab o'tirmanglar. Просто kerak. Nima so'ramaydi? Mog'ani so'ray olish kerak. Bolaman iloj boricha tezroq video olishga harakat qilaman. Chunki vaqtimiz kam bo'ladi. Men qor yig'ilgandan keyin sizlar bilan ko'rishaman. Bolaman bittarsini tushunib yetdim. Men bu mashalalar meni uyimga qo'yilmasligim kerak ekan. Bular qorni eritib tashlar ekan. Men burdagilar hech qaysi birini olganim yo'q. Prям bor eritib tashlar ekan. Menga yana qor kerak bo'lib qoldi. Menga o'zi ko'p qor kerak ekan. Bola bunaqa qorli vyijvaniyani o'rniga qorli biomni oddiy qilamiz degan vyijvaniya boshlanib ketadi shekilli. Bola bu kanalni men kech ochdim, lekin уже 7 ta obunachi bo'ldi. Men xursandman. Prям xursandman. Bola sizlar bilan uyga qurib bo'lgandan keyin salomlashaman. Bola afsuski videomiz shu joyda tugaydi. Mana biz уже нормально kuchayib oldik. Men rasm tashlayman Telegram kanalimga, YouTube'da so'rovnoma qilib qo'ymoqchiman. Qordan yuqramizmi, yog'ochdanmi yoki muzdanmi? Barchaga so'rang. Barchaga tomosha uchun rahmat. Sizlar bilan Rever bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar.